Bo'lsa, sizlarga bo'lsin, men qilib berayotgan narx xudo xolisi Toshkentda aniq bilaman, balki. Mana bu apelsin fanta bo'ladi. Sifati juda ham zo'r bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. 160 ming so'm korobkasini qilib beraman. 14 kilo chiqadi. Sizlarga 11300 so'mdan tushadi. 11300 11,5 ming. Satanjini ko'rsatib qo'y. 125 ming so'mdan qilib beramiz. 18-yanvar kuniga okalar. Eng qizig'i, mana buni ko'rsatib qo'y. Hamma joyda 60 ming so'mdan sotilyapti. Bizning do'konda bir donasi 35 ming so'mdan. 35 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolisi, assortiment, ob'yomimiz bor. Xo'p, okalar, bizning adresimiz Chilonzor Ilonli ota masjidi shundoq ro'parasida bo'ladi. Beltepada bor, Gulzorda bor. Xudo xolisi, primerni soatimiz 3 atrofida bo'ldi. Hozircha ilonchida bor. Ertaga 19-yanvar kuni do'konlarimizga olib borib qo'yamiz. Like bosib tarqatib qo'ying, satanjini ko'rsiz qancha borligini. Xudo xolisi satanji bor, sog'lomi, ideali. Like bosib obuna bo'linglar. Massalamu.